Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 11-iyul 2026-yil Jahon chempionatining ochilish uchrashuvi Meksika hamda Janubiy Afrika o'rtasida bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv Meksikaning Estadio Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Bu stadion tarixda ochilish o'yinlarini 3 marta qabul qilgan yagona stadiondir. Stadion sig'imi 83 ming tomoshabinni o'z bag'riga sig'dira oladi. Uchrashuvning braziliyalik hakamlarga topshirilishi ham o'ziga xos bir ma'no kasb etsa kerak, chunki pentakampionlar mundialni 5 marta g'alaba qozonib, o'ziga xos rekord sohibidir. Ushbu uchrashuvning yana bir qiziqarli tarafi 2010-yilda o'tkazilgan Janubiy Afrikada o'tkazilgan Jahon chempionatida ham ushbu ikki jamoa ochilish o'yinida qatnashishgan. Ushbu uchrashuvda barobar hisobida durang natija qayd etgan. Yana bir e'tiborli jihati esa o'sha 2010-yildagi ochilish uchrashuvini hamyurtimiz Ravshan Ermatov boshqarib borgan. Ushbu uchrashuvda Meksika darvozaboni Gilermo Ochoa uchun tarixdagi 6-jahon chempionati bo'lib, ushbu jahon chempionatida Messi, Ronaldo bilan birga tarixga kirmoqda. Bu ushbu futbolchilar mutlaq rekord 6 ta jahon chempionatida qatnashgan futbolchilar sifatida tarixga muhrlanmoqda. Meksika hamda Janubiy Afrika terma jamoalari tarixda o'zaro 3 marta kuchlashgan. Bir marta Janubiy Afrika terma jamoasi qo'l baland kelgan bo'lsa, bir marta Meksika terma jamoasi g'alaba qozongan va yana bir uchrashuvda durang natija qayd etilgan. Va o'sha durang natija 2010-yilgi Jahon chempionati ochilish uchrashuvida qayd etilgan. Ochilish uchrashuvidan so'ng Janubiy Koreya hamda Chexiya terma jamoalari kuch sinashadi va shu bilan A guruhining birinchi tur uchrashuvlari o'z nihoyasiga yetadi. Bizning kanalda Jahon chempionatini keyingi uchrashuvlarni ham natijalari va tahlilini kuzatib boring.